Biz elektrga shunchalik o'rganib qolganmizki, u o'chganda hayot to'xtab qolgandek bo'ladi. Telefonlarimiz quvvatsiz qoladi, internet ishlamaydi, konditsioner o'chadi, hatto ba'zi uylarda suv ham kelmay qoladi. Bugun bizning studiyadagi muhokamamiz elektr energiyasi yo'q bo'lsa, nega uni o'zimiz ishlab chiqarmasligimiz kerak degan savol atrofida kechadi va shu yuzasidan biz bugungi studiyamiz mehmonlariga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Tomimni to'la qoplab bo'ldim quyosh batareya bilan. O'rnatganimdan beri hali elektr energiyaga pul to'laganim yo'q. Real raqamlar bilan ayting, masalan, qiziqish uyg'onsin bizda ham. 60 million so'mga o'rnatgan, o'sha 18 million so'm foyda ko'rgan. Har bitta jarayonga ilm bilan yondashiladigan payt keldi. Yong'in chiqish xavfi ham bor, uchirib ketishi mumkin shamol bo'lgan paytda. Yashil kreditlar kimlarga beriladi? 100 milliard so'm atrofida bu kreditlar ajratildi. Juda katta sifrada u. O'zimni fikrimni aytmayapman, men eshitganimni aytyapman-da. Charchagansiz, tushunaman. Mana bugun dunyo bir haqiqatni tushunib bo'ldi. Ya'ni muammo faqat o'sha energiyani ko'proq ishlab chiqarish bilan emas, uni tejash bilan ham ahamiyatlidir. Chunki bu harakat uni qayta ishlab chiqarishdan ko'ra arzonroq va samaraliroq. Shuning uchun dunyo mamlakatlari allaqachon yashil energiyadan foydalanishga o'tishgan. Bu borada O'zbekiston ham bir necha yil oldin ilk qadamlarini tashlagandi, lekin hali ham yurtimizda elektr ishlab chiqarishda gaz va o'sha ko'mir stansiyalarining ulushi yuqoriligicha qolmoqda. Buning o'zi asosiy sababi nimada? O'zbekiston shu bugungi kunga qadar 17% elektr energiya ishlab chiqarishini qayta tiklanuvchi energiya manbalari gidroenergetikadan ishlab chiqarmoqda. Chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalarini saqlash tizimi mavjud emas, akkumulyatorlar mavjud emas. Bo'lsa ham juda ham kichkina quvvatda. Bizda masalan quyosh energiyasi yoki shamol energiyasi doimiy emas. Shuning uchun quyosh energiyasini saqlovchi akkumulyatorlar joriy etilib boshlangandan keyin yoqilg'idan olinadigan energiya manbalarini kamaytirish, o'sha qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jadal suratda ko'paytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu akkumulyatorlar bizga import bo'lib kirib keladimi yo o'zimizda ishlab chiqarish bormi? Hozircha import hisobiga bo'lib turibdi. Bu kelajakda o'sha talabga qarab xorijiy kompaniyalarni O'zbekistonda akkumulyator ishlab chiqarishni mahalliylashtirish ham ko'zda tutilmoqda. Studiyamizda uyiga quyosh paneli o'rnatgan inson ham bor. Siz demak davlatga sota olyapsizmi? O'zim uyimga taxminan 2 yil oldin qo'yganman. Hozirgi qo'yganim akkumulyatorli quyosh elektr stansiyasi bo'lgani uchun uni o'zini o'zi oqlash muddati uzoqroq. Men o'zim uchun siz aytgandek qulaylik uchun qo'yganman. Hozirgi kunga kelib, masalan, o'rnatganimdan beri hali elektr energiyaga pul to'laganim yo'q. Biron marta ham. Aksincha, sotgan elektr energiyamga shu davlatdan kilovatiga 1000 so'mdan pul olyapman har oy. Endi har xil miqdorda chiqadi. Shu foyda ko'rganim uchun men o'zimga 12 kilovat o'rnatgan edim. Hozir endi maksimal qilib 50 kilovat qo'ydim uyimga. Tomimni to'la qoplab bo'ldim quyosh batareya bilan. Hisob kitoblarimizga ko'ra 2,5 oshib ketsa 3 yilda o'zini o'zi qoplab, u yog'iga foydada turadigan bu ham bir biznesga o'xshagan narsa bo'lib qoldi-da. O'shani real raqamlar bilan ayting, masalan, qiziqish uyg'onsin bizda ham. Masalan, nech pul tushadi oyiga? Endi har oyda har xil bo'ladi. Taxminan 12 kilovat quyosh elektr stansiyamdan o'rtacha hisoblaganda 600-700 mingdan oyiga pul tushiraman. Toshkent shahrida 15 kilovat quyosh paneli o'rnatilgan xonadonni 1 yillik iste'molini ishlab chiqarishni tahlil qildik. 15 kilovat panel 22,5 ming, pashti 23 ming kilovat elektr energiyasi ishlab chiqqan. O'shani 5 ming kilovatini o'z ehtiyoji ishlatgan. Qolgan 17 ming, 18 ming kilovat elektr energiyani 1000 so'mdan davlatga sotib, o'sha 18 million so'm foyda ko'rgan. U qancha vaqt mobaynida shunda? 1 yil davomida. 1 yilda. 60 million so'mga o'rnatgan. Shu o'zini oqlash muddati 3,5-4 yilga chiqadi. Quyosh panellarini o'rnatganlar uchun bugun o'zi qanaqa imtiyozlar bor? Energiya samarador qurilmalar, uskunalar deganda ko'pchilikda bir tushuncha borki, faqat quyosh panellari deb tushunishadi. Aslida faqatgina quyosh panellari emas, quyosh energiyasidan suv isitish qurilmalarimiz bor, geliya kollektorlar deyiladi. Bundan tashqari issiqlik nasoslarimiz bor. Yana rekuperator degan yangi qurilma qo'shildi ro'yxatga. Geliya kollektorlar quyosh panellari uchun bizda energiya samaradorligi milliy agentligi 2025-yilda tashkil topgan bo'lsa, shu yili platforma tashkil topildi. Energiya samaradorligini oshirish raqamli platformasi esma.uzex.uz. Aynan shu platforma orqali sotib olingan, o'rnatilgan geliya kollektor quyosh panellari uchun 20% miqdorida subsidiya ajratiladi davlat tomonidan. Issiqlik nasoslari uchun 40% miqdorida subsidiya ajratiladi.
ya'ni o'sha miqdori 20% davlat tomonidan to'lab beriladi. To'lab beriladi. Issiqlik nasoslariga 40%, lekin bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravaridan ortmagan Holatda bo'lishi kerak. issiqlik nasoslari bugungi kunda o'rtacha yashash maydoni 2 kvadratga teng bo'lgan xonadonlarga taxminan bir 50-60 million so'm atrofida issiqlik nasosining narxi chiqadi-da. O'shani 20 millionini davlat tomonidan subsidiya shaklida qoplab berilyapti. Muhim jihat bor, agar siz quyosh panellaridan ham foydalansangiz, lekin uyingiz energiya samaradorligi uchun izolyatsiya qilinmagan bo'lsa, tokni o'zingiz ishlab chiqarishingizga qaramay ham uning katta qismi shunchaki isrof bo'ladi. Keling, hozir ayni mana shunday energiya tejovchi uylar aslida qanday bo'lishi kerakligi haqida lavhani tomosha qilamiz. Agar siz yashaydigan uyning tashqi devorlari, pol va tom qismining issiqlik izolyatsiyasi bo'lmasa, isitish va sovutish uchun elektr energiyasi ko'proq sarflanadi. Masalan, odatda O'zbekistondagi uylar paxsa, xom yoki pishgan g'ishtdan quriladi. Yog'ochdan yasalgan eshik romlar esa xonadagi issiqlikni to'liq tutib tura olmaydi. Shu sababli ham energiya tejamkor uylarni qurishda bu kabi materiallardan foydalanilmaydi. Tomga lomboz ishlatamiz. Biz fizikadan bilamizki, issiqlik tepaga qarab harakat qiladi. Butun uyga sarflayotgan energiyamizni, issiqlik energiyamizni tepaga qarab o'sha lomboz orqali chiqib ketadi. Bazalt tolali materiali juda samarali material hisoblanadi. Mayli paxsali devordan quradigan bo'lsa ham, bazalt plitalar bilan o'raydigan bo'lsa, biz o'sha samaradorlikka erishamiz. Bu kabi energiya samarador uylarni qurishda shift qismi uchun shisha tolali plitalardan foydalanish ham anchayin qo'l keladi. Bundan tashqari himoya falga qatlamli gidrofol, mineral paxta, yuqori zichlikdagi bug' to'suvchi membrana, 3 qatlamli shishadan tayyorlangan derazalar ham energiyani anchayin tejashga xizmat qiladi. Qish paytida radiatorga qo'lingizni olib borsangiz, qo'lingizni kuydiradi. Shunda yuqori haroratdagi radiator xonani isitib bera olmaydi. Buning sababi o'sha devorlarimizni betondan izolyatsiyalovchi materiallar ishlatilmagan yoki g'ishtli devor qilingan bo'lsa ham, u g'ishtni energiya samaradorligi, tejamkorligi yetarli darajada emas. Energiya tejamkor uylarda ekologik toza materiallardan foydalanish uyingiz energiya samaradorligini bir necha karraga oshirib beradi. Bunday energiya tejamkor uylarning ko'payishi nafaqat ekologiya uchun, balki iqtisodiy jihatdan ham foydalidir. Negaki insonlarning elektr energiyasi hamda isitish uchun sarflaydigan mablag'lari anchayin tejaladi. Shu sababli ham bu turdagi uylarga dunyoning kam uglerodli kelajagi deya qaralmoqda. Mana hozir lavhada ko'rdik, aynan shu qurilish materiallari haqida gap ketdi. Mana hozir studiyamizda ham bir nechta qurilish materiallarini ko'rgazmali tarzda qo'yib qo'yganmiz. Xo'sh, o'zi ular quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan elektr toki yoki energiyani uy ichida qanchalik yaxshi saqlab tura oladi bular? Bugungi kunda o'sha energiya samaradorlik tamoyillari asosida bino inshootlar agentlik tomonidan modernizatsiya qilinyapti. Bunda o'sha Avstriyaning AILF kompaniyasi konsultant sifatida yo'llanib, o'sha xorijiy tajribalarni o'zimizga moslashtirgan holatda o'sha bino inshootlarni devorini 20 sm qalinlikda bazalt qoplamasi bilan qoplab, har bitta material o'zini issiqlik o'tkazuvchanlik qobiliyati bor. Beton yoki pishgan g'ishtdagi issiqlikni yana ham saqlab qolish uchun o'sha 50 kilogramm zichlikdagi bazalt qoplamasi bilan qoplab, ustida mana bunaqa ekoplitalardan foydalanilmoqda. Bu o'sha energiya resurslarini 2-3 barobarga kamaytirib, xizmat muddati 30 yildan ortiq deb baholanmoqda. Baribir istaymizmi yo'qmi, o'sha narxiga qaraladi. Arzon uylarni qurishda ham foydalansa bo'ladigan darajada arzonmi mana shu qurilish materiallari? Narxi qanaqa bozorda? Qurilish materiallari har bir narsa sifatga qarab, narxi o'shanga qarab belgilanadi. Standartlar, talablar asosida ishlab chiqariladigan qurilish materiallari albatta qimmat bo'ladi, lekin bu degani 2-3 karra emas. 30-35% qimmatroq bo'lishi mumkin. Aholini uy-joylarni ayniqsa energiya samarador tizimga o'tkazishda agentlik tomonidan o'zi subsidiyalar ajratish tizimi masalan platforma orqali joriy qilingan, lekin bunda to'g'ridan-to'g'ri o'sha energiya samarador qurilma yoki materiallarni sotib olishga emas, avvalambor uni energiya auditdan o'tkazish tizimi yo'lga qo'yilgan. Misol uchun issiqlikni saqlab qoluvchi samarador tizimga o'tkazmoqchi bo'lgan fuqaro platformaga buyurtma qoldiradi. Bunda uyini energiya auditdan o'tkazib berish uchun energiya audit tayinlanadi. Bu inson omilisiz tayinlanadi. Bizda energiya auditorlarimiz bugungi kunda 200 dan ortiq energiya auditorlarimiz bor va ular o'rtasida shartnoma tuziladi, ya'ni fuqaro energiya auditi o'rtasida. Fuqaro o'sha energiya auditdan o'tkazgan xarajatlar, ya'ni pul to'lovini qiladi, lekin bu
to'lagan puli energiya samaradorlik milliy agentligi tomonidan qoplab beriladi. Mana zo'r jihatda buchi mana odamlarda o'sha madaniyatni shakllantirish uchun qo'yilgan qadam. Ya'ni o'sha imtiyoz berilayotgani. Chunki bizda baribir shunaqa tushunchamiz bor. Biz o'zimiz loyihachimiz, o'zimiz hamma narsani yaxshi bilamiz, shunday tushunamiz. Masalan, o'sha dodalarimiz bizda maslahatgo'y bo'lib turishadi. Ya'ni men aytganimdek qilib o'rgin, boshqani maslahati shart emas. Yo'q, men o'sha yuqorida aytgandek, har bitta jarayonga ilm bilan yondashiladigan payt keldi. Mana shu madaniyatni shakllantirishda mana shu imtiyoz zo'r bo'libdi. Bu tizim qachon joriy qilindi o'zi? Energo audit tizimi? Energo audit tizimi mamlakatimiz uchun juda ham bir yangilik emas. Energo audit bilan ilgari ham faoliyat yuritilgan. Bu asosan sanoat sohasida bo'lgan. Sanoat obyektlari, ya'ni katta miqdorda energiya resurs iste'mol qiluvchi obyektlar majburiy energo auditdan o'tkazish tartibi mavjud. Hozirgi kunda ham bor. Aholini xonadonlarini turar joylarda energo auditdan o'tkazish, energo audit orqali samaradorlikni oshirish chora-tadbirlari 2025-yil 24-oktyabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 673-sonli qaror bilan tartibga solinadi. Endi mana yodingizda bo'lsa, 2023-yilda mamlakatimizda o'sha quyoshli xonadon dasturiga start berilganda, unga asosan jismoniy shaxslarga quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovatt soati uchun 1000 so'mdan subsidiya ajratilishi belgilangandi. Oradan mana 3 yil vaqt o'tibdi. Menimcha ayni bir sarhisob qilinadigan palla kelgan. O'zi loyiha o'zini qanchalik oqladi. Keling, hozir lavhani tomosha qilamiz. Uyingizdan chiqmagan holda quyosh paneli, gelio kollektorlar yoki isitish qozonlari uchun subsidiya olishingiz mumkin desam ishonasizmi? 2025-yildan buyon inson omilisiz faoliyat yuritib kelayotgan ESMA UzX platformasi bilan buning imkoni bor. Davlat rahbarining 63-sonli farmoni asosida tashkil etilgan platforma respublikada energiya samaradorligini oshirish hamda sohani raqamlashtirishni maqsad qilgan. Platformaga onlayn murojaat qiladi, unda hamma ma'lumotlar, ya'ni energo auditorlarning ro'yxati, reyestri ham o'sha joyda joylashgan. O'zi tanlaydi, shartnomani tuzadi va o'sha tizimda etap bo'yicha o'tadi va subsidiyani oladi. Platforma ishtirokchilari aholi, to'qimachilik korxonalari, energiya auditorlari va energiya samarador qurilmalarni yetkazib beruvchi tashkilotlar hisoblanadi. Ro'yxatdan o'tish jarayonida har bir ishtirokchi o'z maqomini alohida tanlaydi. Aholi uy joyida energiya samarador qurilmalarni o'rnatishdan oldin bu talab, ya'ni energo auditdan o'tkazish shu uyni. Energo audit nimaga talab etiladi? U energo auditor tomonidan tavsiyalar, o'sha qanday qurilmalar o'rnatilishi kerakligi yuzasidan va uyni holati aniqlab chiqiladi va o'sha bo'yicha tavsiyalar beriladi. Energo auditdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, shu platformaga murojaat qilinsa 100% qoplab beriladi agentlik tomonidan. Bundan tashqari quyosh panellarini o'rnatish uchun umumiy qiymatning 20% gacha, isitish qurilmalari va gelio kollektorlar uchun 40% gacha subsidiya ajratiladi. Raqamlashtirilgan tizim orqali ortiqcha ovoragarchilik va korrupsion holatlarning oldi olinmoqda. Istalgan fuqaro istalgan manzildan turib platformadan foydalanishi va murojaat qoldirishi mumkin. 2026-yil 8-may holatiga platformamizga 6000 dan yuqori murojaat kelib tushgan va energo audit o'tkazish bo'yicha shartnomalar tuzilgan. Shartnomalar ham inson omilisiz o'sha platformani o'zida 3 tomonlama shartnoma tuziladi. Shundan 3,5 mingtasi energiya samarador qurilmalarni o'rnatish uchun buyurtma berilgan aholi tomonidan. 2700 nafar xonadonga 25 milliard so'mlik subsidiya ajratildi. 100 dan ortiq xonadonlarda nafaqat quyosh panellari, balki gelio kollektorlar ham o'rnatilishi yo'lga qo'yildi. Energiya va gaz sarfini kamaytirishni maqsad qilgan platforma yaqin yillarda mobil ilova ko'rinishida ham faoliyatini davom ettirishi rejalashtirilgan. Monitoring natijalariga ko'ra, Farg'ona, Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasida platformaga talab yuqori bo'lsa, Sirdaryo, Namangan va Jizzax viloyatlarida ehtiyoj nisbatan past. Isfandiyor aka, mana aytingchi, o'sha uyiga quyosh panellarini o'rnatgan va undan daromad olayotgan inson sifatida quyoshli xonadon loyihasini o'sha minus va plus tomonlari nimada? Quyoshli xonadon loyihasini hozirgi kunda plus tarafi bu birinchi navbatda aholi uchun qo'shimcha daromad manbai. Ikkinchidan bu davlatimizni elektr tarmoqlariga yuklamani kamaytirish bu. Endi minusiga keladigan bo'lsak, o'rnatish jarayonidagi noto'g'ri yoki sifatsiz o'rnatilishi hisobiga aholi zarar ko'rishi mumkin. Faqatgina aholimiz, bunda tarmoq ham zarar ko'rib qolishi mumkin. Endi masalan shamolga chidamli konstruksiyalar bilan ishlash kerak, yaxshilab qotirish kerak tomga. Aholini tomi
shu talabga javob berish kerak. Bu hammada ham emas bu narsa. Masalan, o'zim uyimga qo'yganimda ham men tomimdan xavotir olgan holatda norma O'rnatganingiz. bo'yicha qo'yganim yo'qda. tomni mustahkamligi